Hozir. Gel. Oğlaga xizmat qiladi. Orqadan tushirgan asos. Shu degan gapirdiring. Oğlagan mana orqadan tushirgan asoschisi. Mana xizmatdalar. Ja, kibirga berilib ketmaganlar, ukam. Bo'laveraymi joylari. Mahalla uchun xizmatlar. Odilni to'yda yig'ildi, Odil baraka topdi. Odil baraka topdi, yaxshi uylanyapti. Mana hammani yig'di mana. Yo'q, shuni chiqqanlarni senchi? Ha? O'xto'g'a. O'shani mana hozir tarixga tushiryapmiz. Ya'ni tushunki chiqarib kuchayib ketmaganlar deyapman. Hali ham o'sha omillar deyapman. Bu Instagram yolg'onchi qarata, oke? Rost ekanmi yolg'onchi? Bu tashqi ko'rinishiga e'tibor bermang. Menga ham, qolgan blogerlarga ham. İçine o ittiren yozibdi aytuvchasini. Biz mana oddiy joylarni Instagramga faqat shunaqa ruhiyat berib turamiz. Gilamni oshpazimizni olib qo'y. To'y marosim xizmatlarida oshlar cho'cho'randi. Hammasidan bor. Alloh qo'ygan. Baraka tomonidan bor. Alloh baraka topsin. O'xtagan kerak bo'lsa, omilaga orqali topadi. Anchadan oshirmayotgan ukalarim. Samarqanddan o'zi shu yerda. O'zim xizmatdaman meni. Go'sht nozik narsa bo'lgani uchun o'zimni chaqirishdi. Mana yig'ilish sababchisi. Qani? Mana yonimda kuyov bola. Kuyov bola mana baxtli bo'lsa. Yaxshi ham uylanyapti. Agar bu uylanmaganda anchadan beri yig'ilish bo'lmasdi. Samarqanddan o'zi aql deydiganlar bitta like bosib qo'yasizlar endi postga. Post qo'yamizmi? Ha? Post qo'yamizmi? Bo'ldi, post qo'yib yuboramiz. Baxtli bo'lsin.